ota ona bir-biriga tosh atib ajrimda turibdi. Endi sud maslahatlashga kirib chiqdi. Kirib chiqqandan keyin ularning o'rtasida farzandi bor, 5-6 yoshlar o'rtalaridagi farzandidan so'rayapti. Otangiz bilan onangiz ajrashsa qaysi biri bilan yashaysiz deb. O'sha qizaloq sudga savol beryapti. Sizni ayolingiz sizni qarg'aydimi? Siz gapirsangiz sizga yomon gap, qo'pol gap gapiradimi? Yo'q, bunday bizning oilada yo'q. Siz ayolingizni urasizmi? Yo'q, men ayolimni urmayman. Shunday oila bo'lsa, men yashamoqchiman, men siz bilan birga yashayin deyotir. Ota bilan ona bir-biriga qarab qoldida, xatosini tushungan bo'lib, o'rtani isloh qilib, chiqib ketib bolasini qo'ldan ushlab yig'laganini ko'rsatdi. Azizlar, murg'akkina o'sib kelayotgan farzandlarimiz, dilbandlarimiz ota-onasi bir-biriga haqorat berganini ko'rib, ota turmush o'rtog'ini urayotganini ko'rib o'sgan farzandlari qalbi qanday bo'ladi? Siz o'sha go'dak farzandingizni yetim qilib, tirik yetim qilib, qalbingiz rohatlanadimi o yosh kattalar? Men ishonaman, bizning ichimizda oilaviy ajrimga borib qolganlar, ayolingizga zulm qilib ajrashaman deganlar yo'q bo'lsa kerak. Chunki mu'min musulmon u ishni qilmaydi. U isloh qiladi o'rtani. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oila qurganda dindorni tanladiganlar ham shu yerda o'zi. Jamoli, nasabi, moli, dini uchun uylanishga kelib tanlashga kerak bo'lsa, dindorni tanladiganlari, dindor yaxshi ko'rmasa ham Xudoning roziligi uchun, Xudo oldidagi mas'uliyatini qisgan holatda yaxshi muomala qilib yashab bilgani uchun dindorni tanladiganlar. Haqiqiy dindor ayolini yaxshi ko'rib muhabbat qo'ya olmasa ham Allohning omonati deb u bilan o'rtani isloh qilib go'zal yashab biladi. Men o'ylaymanki, ichimizda ro'zg'or bo'ladiganlar bo'lmasa kerak. Lekin ming afsus bor. Ming afsus bor. Bolalarimizni, aqtiq nevaralarimizni ko'z oldimizga keltiraylikda, oilaviy ajrimlarga barham berishga harakatda bo'laylik. Nihoyatda e'tiborli bo'laylik, bir-birimizni kechirib bilaylik. Isloh qilaman deb o'rtaga insonlar tushganda, sabab bahona darrov o'rtani isloh qilib olish kerak, kibrdan qochish kerak bo'ladi. Kibrdan qochishimiz kerak bo'ladi.